Farg'onaning Neftchi klubi nima uchun Neftchi deb nomlangan? Klub 1962-yilda tashkil topgan va 1991-yilgacha Neftyanik nomi bilan Sovet Ittifoqi 2-ligasida maydonga tushgan. Aynan o'sha davrlarda Farg'ona neft sanoati bo'yicha yetakchi hudud edi. Futbol klubimiz Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi sport klubi vakili bo'lgan. Jamoa neftchilar shaharchasi asosida tuzilgan va klub ham shu asosida nomlangan. SSSR parchalanganidan keyin Neftchi O'zbekiston chempionatida o'ynay boshladi. Neftchi deb nomlangan klub mustaqil O'zbekistonning dastlabki 10 yilida futbolning asosiy bayroqdoriga aylangan. Jamoamiz ligada so'nggi marta 2001-yilda Yuriy Sarkisyan boshchiligida g'olib bo'lgan va 5-oltin medalni nishonlagan edi. Va nihoyat, uzoq tanaffusdan so'ng klub muxlislarini yana xursand qildi va kechagi o'yinda Qizilqum ustidan 4-1 hisobida g'alaba qozonib, O'zbekiston Superligasining 2025-yilgi mavsumi chempioni bo'ldi. Neftchi klubi va muxlislarni Farg'ona bugun jamoasi nomidan g'alaba bilan tabriklaymiz.